Biznesni rivojlantirish banki yangi yo'nalishda yangi maqsad va vazifalarni ko'zlagan holda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qayta tashkil etilgan bank qisqa muddat ichida mijozlarning ishonchini qozona oldi va bugun o'zining asosiy faoliyat yo'nalishi o'laroq tadbirkorlikni rivojlantirishda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi moliya muassasalari ichida o'zining alohida o'rniga ega yirik tashkilotga aylandi. Prezidentimizning aholi manfaatlariga qaratilgan yana bir xayrli tashabbusi topshiriqlari ijrosini o'z vaqtida va samarali bajarish maqsadida biznesni rivojlantirish banki o'ziga biriktirilgan mahallalarda birinchilardan bo'lib, mahalla bankiri va yordamchi agentlar faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bugun ushbu yo'nalishdagi ishlarni Andijondagi aniq misollar yordamida hikoya qilamiz. Biznesni rivojlantirish bankiga viloyatning Andijon shahri hamda Izboskan, Xo'jaobod, Qo'rg'ontepa tumanlaridagi jami 49 ta mahalla biriktirilgan. Bank tomonidan tanlov asosida ushbu mahallalarda 13 ta mahalla bankiri hamda 49 ta yordamchi agentlar ishga olindi. Muhammadaziz Isoqovga biznesni rivojlantirish banki mahalla bankiri sifatida Andijon shahridagi 4 ta mahalla biriktirilgan. U yordamchi agentlar bilan birga faoliyatni allaqachon boshlab yubordi. Mahalla agentlarim bilan oilalarda o'rganish jarayonini boshladik. Mahalladagi aholilar o'rganish jarayonida ularni qiziqishini yanada orttirib, bank o'zi uchun yangi mijoz yaratyapmiz. Hozir aholilarda bu bo'yicha ancha qiziqishlar bor va ularga biz g'oyalar berib, g'oyalarni loyihalarga aylantirish bo'yicha ko'maklashyapmiz. Ularga har bir bosqichda ko'mak beramiz. Bu prezidentimizning tashabbusini eshitganlar aytganimizda ular ancha xursand bo'lyapti. 2025-yil oxiri uchun bizga biriktirilgan 4 ta mahallani ishsizlikdan xoli hududga aylantirishni reja qilib olganmiz. Muhammadaziz Isoqov tomonidan o'ziga biriktirilgan mahallalarda oilalarning yashash sharoiti va mavjud imkoniyatlar o'rganilib, bir vaqtning o'zida fuqarolarning g'oyalarini hayotga tatbiq qilish choralari ko'rilyapti. Shuningdek, hali biznes boshlash haqida o'ylab ko'rmagan aholiga qo'shimcha daromad topish, yangi ish o'rinlarini yaratish uchun munosib takliflar berilmoqda. Shuni alohida qilib bo'lamiz. Mahallalarni o'rganish jarayonimizda biz Muyassar opamiz bilan suhbat o'tkazganimizda uyida chak moshina borligi va u subsidiya orqali berilganini aniqladik. Hozirgi holatda aylanma mablag' yetarli emasligi sababli ish faoliyatini yurgizmayapti. Biz sizga Biznes rivojlantirish bankidan o'z paketlarimizni taqdim etamiz va bu paketlarimiz orqali yana bitta ishchi o'rin yaratib, faoliyatingizda yurgizasizlar. Biz har bir jarayonda siz bilan har doim birga bo'lib, qanaqa yordamlar keladigan bo'lsa, biz sizga yordamlar berib, shu tadbirkorligingiz bo'yicha kengaytirib, xudo xolasa ancha yaxshi natijalarga birgalikda erishamiz. Takliflaringiz menga ma'qul keldi. Kreditni olish uchun bankka borishim kerakmi endi? Yo'q, prezidentimizning tashabbusi bilan mahalla banklari tashkil etildi. Endi bu bo'yicha siz kredit olmoqchi bo'lsangiz, hech qanday banklarga bormaysiz va biz sizga onlayn kreditlarni beramiz. Ya'ni uydan chiqmasdan shu yerda turib, rasmiylashtirib, Biznes rivojlantirish bankidan siz uchun kreditlarimizni ajratamiz. 7-uydagi Foziljon akamiz chet elda ishlab migrantlikdan qaytib keldi. U aka bilan gaplashganimda chet elda novvoychilik bilan shug'ullandim. Endi shu yerda qilmoqchiman dedi. O'zi nima uchun shug'ullanmayapti hozir novvoychilik bilan? U aka bilan gaplashganimda mablag' tomonlama o'ylanayotganini aytdi. Ha, bo'ldi, o'zi o'zimiz kredit paketlarimizdan tavsiya qilib, xudo xolasa ish faoliyatlarini yurgizishga yordam qilamiz. Assalomu alaykum. Foziljon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi salomatchilikda? Biznes rivojlantirish bankidan sizlarni mahalliylar biriktirilgan mahalla bankiriman. Ukamiz mahallani agenti, siz bilan suhbatlashgan ekan. Mahallada biznes yo'nalishi bo'yicha mikroqarzlarimiz bor. Biz sizga g'oyangizni loyihalarga aylantirish bo'yicha biznes rejalar tuzishda yordam beramiz. Kreditingiz olish uchun hujjatlaringizni rasmiylashtirib, bankka borib yurishingiz shart emas, onlayn tarzda shu yerda o'zi arizani jo'natib, kredit mahsulot olish uchun yordam beramiz sizga. Shu bilan birgalikda tadbirkorlar bilan ham suhbatlarimizni olib boryapmiz. O'zini hozirgi holatdan kelib chiqib, yana unga qo'shimcha nimalar qilsa bo'ladi, shularni tanishib, ko'rib va ularga g'oyalar taklif qilib yoki o'zlarining tayyor g'oyalari bo'lsa, ularni olib, ko'proq daromadga ega bo'lish uchun takliflarimizni bildiryapmiz va ular bundan mamnun. Shu bo'yicha kreditlarimizni ham ajratyapmiz tadbirkorlarimizga. Joriy yil davomida Andijon viloyatida biznesni rivojlantirish banki tomonidan 608 milliard so'mga yaqin bank kreditlarini ajratish hisobiga jami 15487 ta yangi bo'sh ish o'rinlarini yaratish reja qilinmoqda.